Siz bir xasiyetliyiz. Siz beni udul kelgeni mokkidi so'qidan odam deb o'ylab qolganman. Yo'q, men hargiz undan demoqchi emasman. Men sizga deb qo'yay. Xo'sh, sizning o oshxonangizda setilayotgan taomlar emgak naqsh yangrab turgan etizdan sizning 80 yerga daskatga ta'siringizni chagicha nurg'un emgak mehnat qilib keldiganligini unutib qolmang afandim. shunda. Shundami yozuvchi afandim? To'g'ri. Bir tal dandimi, dehqonning talay ajri bor. Shuni deyman. Shunda men hozir restoranimda isrofchilik qarshitishini ta'kidlayapman. Yaxshi. Buni intayin yaxshi qilibsiz. Biz yozuvchi shoirlarmi, mushaqti ko'plab asarlarni ijod qilib, Shunda. isrofxo'rlik, hashamatchilikni qamchilashimiz kerak. Shunda. Qamchilaydigan yana bir ish bor yozuvchi afandim. Nima bu afandimning restorani bu tatli qoldi, restoran deb ism bilan demak. Balkim bu yoqning restoranidagi taom qo'rmalar intayin mizilik yeyish bo'lishi kerak, shundaqmi? Nihoyat to'g'ri dedingiz. Mening restoranimdagi taomlarning ta'mi alohida yaxshi bo'lg'achqa, xeydalarning tilini uchida qoladi. Shunga tatli qol deb qo'yganda. Bu yerga tatli qo'l bu emas afandim. Bu afandim oshxonasida ishlaydigan xizmatchilarga to'yg'idek tamoq bermaydi. U xizmatchilar tamoqni elib, xaridorning oldiga akagicha bamaqulni tiqib chilab, akab qaytashida bamaqulni sho'rab mangadi. Shunga bir tatli qo'l restoran bo'lib qolgan yaqa. Qarang afandi, siz o'sha boshqalarning savdosiga ta'sir qiladigan o'sha ig'vo gaplarni tarqatishni bir nomus qilmaysiz. Baka nomus qilish men uchun nomus afandim. Men sizga biyay. Bu yo'qolan ishni talishib nima qilasizlar? Shundayman. Shu emasmi? Endi hamisha norozi bo'lsak bo'lmaydi-da, ha? Qarang afandim, sizlar mening restoranimga borgan vaqtingizda sizning ko'nglingizga yarim tirnoqni to'xtagidek bir ish bo'lsa, menga demamsiz, mana men tuzdim emasmi? Anlasma deb baqay. Xo'sh, Sizning iliqqa güzellik standartiga xamsingizda nima bir güzellik bo'lsin? Ha? Uning faqat lazuna tarqamakdan nima bor deysiz? Onunğa famidor, fiyaz to'g'rab ilashtirib, xuddi 18 yoshli qizning belidek agib chingsavli gul chiqargandan keyin ananiki bu haqiqiy ismi jismiga loyiq güzellik standartiga xamsayib bo'lmamda afandim. Xo'sh. to'g'ri. Efendim qaraganda sizning bu oshpazlikdimi xabaringiz bor ekanda? Oshpazlik emas, amini bilaman afandim. Men shunga ko'p qodir, ko'pga mayirman afandim. Ko'zlar. Men sizga deb qo'yay. Buningki siz gezdiringiz nerga ishning tilidek uzun beyman bijilmi basmay. Mening jirik, yetuk, mushtaq natiq falsafiy asarlarimni bisib, o'tirib qancha e'lon qilsangiz bu o'qirmanlar bu gezni ko'zga surib yig'lab turib o'qiydi deydi. Hozir nima u? Buvam bilan momamning umidini aqlayman, kunda ishib talqanni ikkinchiga taqlayman deb, endi sunnat to'yining o'tirig'iga e'lon qilganman men. Nayt fasad so'zlayapsiz. So'zlar. Deyman-ku men. Qarang afandim, siz tanqidchimi? Kim shunda deydi? Ya demina. Ya kim shunda deydi deyman. Demina. Afandim, men degan yetuk faylasuf, pishqan yozuvchi, buyuk olimman. Faylasuf? Qarang faylasuf, ana bo'lsa, ash yozganlaringizni bir ikkinchil o'qib bermamsiz. Bizim bir anglab baqayli. Qanday dedim yozuvchi apanda? Bo'lsa, quruq gap qilgandan shundan bir ikki kere. Mana. Men yozuvchi apan, endi mening maqsadimni tushundingiz. Mening demoqchi shu. Unda o'qib baqaymi? O'qing. Qani o'qinglar, bir anglayli. Bu haqiqiy asarda. Buningda 500 yil visalga yetamgan shu aşıq məşqlarının muhabbeti zo'rlar. O'qing. O'qiymi? Ha, o'qing. Men navay tushunaman. O'qing. Maqbul, başla. Sen çakmak, men yağmur. Sen suikaş, men çamg'ur. Sen meyve, men kurut. Sen sakal, men burut. Sen çöp, men koza. Sen tok, men poza. Sen is, men mora. Sen kisel, men dora. Sen tuz, men kapak. Sen koğun, men şapak. Sen ek, men savza. Sen muhurka, men gangza. Sen yuvaş, men poçi. Sen toşkan, men oçi.
Sen daraxt, men bek. Sen kavab, men zeh. Sen mantah, men qasqan. Sen siqilgan chaqda, men bosqin. Hey, 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 hey. Oy, Pelasop. Pelasop. Sasak yoksa. Pelasop. Pelasop. Degan gap borku bu yerda. Mashna bir ishim. Voy, sizga nima bo'ldimda? Ben nemi deb siz bilan burroq paralashmagandim. O talant degan boshqa narsa-da mana. Ey. Ben sizga abiyatdan o'shqich xapab qo'yibdiman. Mendan xapamang. Meni kechiring Pelasop. Ay bichara. Seni xalq kechirsin. Oy efendim. O sizin de bankını aldırıp ki şuradan gözünüzü pakırtıp durursunuz. Ma büyük eserlerimge bir nima dağın benim vaktim altında mı kıymet aldırayın hemen. Oltundek vaqtingizni hargiz isrof qilmang. To'g'ri. Yozuvchilikqa faqat havasli bo'lsa bo'lmaydi. Shunda. Tirishing, ugunim, ha? Nima? Siz meni havaskor demoqchimi? Siz mening büyük eserlerimge hasad qilyapsiz nima? Maqarang Pelasop efendi. Ben sizin bu büyük felsefi, jirik, nadir eserinizni restoranımın çok temaga altından həlvəgizib yazgızım. Restoranda bu tamaga yiyilgen xəridala bunu oxup huzurlanğaç 4 təqsirləmə yeydi. Cürəm, biz bir vaxtını israf qılmaylı. Menin restoranıma barayla. Cürəm. Siz de hazır aşpaz emas. Bir ziyalının edikavatıda efendim. Meni üşengeliginiz için rahmet. Halkımga rahmet. Arzimaydi. May. Cürəm, biz mağayla. Qadrim yetmisan agarda bugun pushaymon cho'liga kirsam bir kun. Hay nadan. Mangayli. Voy, so'qqiz mağlay. Mağayli. Xo'sh yozuvchi efendim. Üzemning uyi bo'lib qolgan bo'lmaydigan bo'lsa. Ajoyib odamlar bor dunyoda. Adamning qo'lini ta'latmay tutaverib. Nima dedingiz? Birim dedingizmi? Ya, hech nima demadim. Xo'sh dedim, xo'sh. Nadan. Mangayli biz. 3 tomlik bema'ni romandan birini yozsa, yana eshib qolgandek material bor ekan, ma adashda. Ay, bechora bayqush. Yosh kantik.